Ko'rayotganingiz Nurlan pul muomalasining biri. Salom ko'pchilik, hammalarni qarshi olamiz. Bugun biz Nasdaq shuningdek bilan bir vaqtda SP 500 ni ko'rish bilan bir vaqtda bir qanchilgan cryptocurrency, ya'ni kriptoga munosabat bo'lgan bir qancha stoklarni analiz qilamiz. Stok emas, kripto stok emas, kripto ikki ayrim narsa. Kriptodan stok yoki paychak ikki ayrim narsa. Biz o'tgan qitim degan vaqtda balkim kelgusida video ishlayamazligimiz mumkin aytgan, chunki birisi ultra to'lab qoldik, ikkinchisi bu bozor X5 vaqtida biz to'g'ri bo'lmagan yoki o'zimiz ishonch qilmagan uchurlarni berishdan saqlanish uchun. Ammo bu yoqda alohida bir taktik fikr ulab qoldi. Mana shu biz tizib qo'ygan kriptoni analiz qilish. Shuningga bugun biz shuni qilamiz. Oldi bilan biz SP500, SP500 qarab baqayli. SP500 nima tushib ketdi degan tahlil qilishimiz kerak. Bu siziqlarning nimishqa ba'zi egiz ba'zi tuvan tushishi cho'qim bir sabab bor. Shu sabab deb chiqishimiz kerak. Mayaq qarsak, mana qarsak kerak aniq bo'ldi balkim. Okay, so bu yoqqa qarsak nima tushib ketdi? Bash, sol gavda, o'ng gavda, sol gavdadan tuvan, undoq bo'lsa bu tushish muqarrarlik. Demak bu shakl chiqdi. Undan bo'lsa bu davomli turib tushamdi deganda shuni ehtimollik kuchlik. Nimishqa degan vaqtda texim ma'vu pastga bir tushdi. Tushish bilan hozir xatarlik ahvol nada deganda xatarlik ahvol ma'vu. Bu nima degan gap? Tuvandan tuvan degan gap. Yuqoridan tuvan. Biz buni higher low, lower low deymiz. Bunda hala shakllanganda buning tuvan tushishi sal asosan muqimlashgan bo'ladi. Endi bu qancha darajada tushdi uqmaymiz. Agar bozor market makers deymiz, market makers or the big boys, big guys who has all the hedge fund managing accounts. Market makers deb ataymiz. Bu kim degan vaqtda bu asosan jiq pulni tutib turgan marketni, ya'ni bozorni egizbas qiladi odamlar. Bular qanday qil deganda bundaq vaqtda sharoitda buni tuvan tushirishni o'ylaydi. Tuvan tushirib okay, bu bak tushib ketdi. Tuvan tushirib shu orqali pul tepishni o'ylaydi. Andan keyin 4000. Biz o'tgan qitimda sizlar bilan bizningki bir chart ko'rgan. Bu 2021 yil 9-yil 19 analiz qilingan. Shu chartda 4100 tushdi deyilgan to'q. Bozor nega tushdi? Bozor naq hozir qarasak eng tövini 4118 tushibdi. 4115, biz 4100 degan shunaqo. Demak biz bak yaqinlashdik degan gap. Unda bo'lsa bu yerdan keyin qanday bo'ldi deganda hozir asli bu bir paychak bo'lgan bo'lsa, bu paychakni qaytadan qanday analiz qildik deganda agarda bu yoqdan tushib ketdi, biz buni bo'lgan ishonchimiz tuvanlaydi. Yana mayaq chiziqdan tuvan tushib ketdi, bizning ishonchimiz tuvanlaydi. Lekin bu 500 niki birlashmasa unda bo'lgandan keyin bu nega bordi degan gap. Bu berib kelsa biz yana bir analiz qilgandik ayni vaqtda. Men shuni deb chiqdim. Shu vaqtda mana bu 2021 5-ana 24 yana bu oldin qitimdimi burunqisi shunaqo. Bu ayni vaqtda 42 keldik. Shu chiqib oxiri nega chiqishini uqmaymiz, lekin tushish muqarrar. Tushishi 3850 topdik. Demak, endi bu 3850 tushamdi. Agarda moyoq kelsa 3850 nega keladi? 3850 mashhurroq keldi. Bu shakldan qaraganda buning tushish ehtimollikmi bor, lekin bir aqlam tushib ketmaydi. Buning ma'lum bir sabablar bo'lishi kerak. Shunga hozirgi gap 4100 da tutib qola olamdi degan gap. Agar tutib qolamsa, unda bo'lsa tuvan tushishi 3800. Marketni boshqarib turgan yoki o'ynay oladigan, egizpas qila oladigan tuvan tushish orqali pul topa oladi. Shunga ularniki niyati agar 3800 bo'lsa 3800 tushira oladi. Demak, bu yerda nurg'un omillar bor. Biz bu yerda davomli tura olmaymiz. Asosliq futures marketniki shakliga qaraymiz. Bu yoqda olganda chiqdi, bu yerda oldi aniqlam. Shunda bu circle ko'rgan vaqtda, shamni ko'rgan vaqtda biz olamiz, kiramiz. Andan keyin bu yoqda chiqqandan keyin setib o'tamiz bo'ldi. Tushdi. Ondan keyin biz qaysi
stokda to'g'ri chiqara oldik deganda bu Oxy. Buni 2021 yil 11 oy 22 analiz qilingan 27 ga tushdi deyilgan. Buning asli tushishi 27 bilan 25 deydik. Bu amaliyotda tushgan 26 ga tushdi. Andan keyin hozirgi bahasi Oxyning bahasi nima deganda hozirgi bahasi $56. Bizningki tahlil qilamiz shu vaqtda $40 chiqdi deydik 27 dan. Bu 40 dan ishib 57 chiqdi. Anyway. Demek bizde devamlı turda bu stoklarni yakın payçık ilip setiş hacet emas. Biz küzütüp 10-20 küzetsek, siziqsizsaq, onun içinde 2-3 tanlabasak biz şu kupayı. Her haftada, her daim bizden çoğun bazar karışımız şart emas. Biz fakat haftada bir qatim yakın, şikapta 2-3 qatim bazar kızaklar biz şunun kupayı. Çünkü bizden vaxtımız şunun için. Endi mayak kelsek, hazır bazar qandaq bulmaqçı degan vaqtda axırı SAP fayanç uqmaymiz. Bu faqat kelaptik bağlıq. Düşüş ihtimallığı muqarrar. Muqarrar deməyimiz dedik ba. Endi XRP. XRP'ni oynağanlar fuqdu, oynamağanlar bu cryptocurrency. Amma stock arqılıq X security qatar görüldü. SEC bilan bularning hozirgi bir argument yoki lawsuit bor. O'zaro arz qilish bor. Buni aniq sababdan o'qib ketmayman. Men faqat bugun buni texnik jihatdan tahlil qilma, qolgan fundamentalsni o'zinglar tahlil qilsanglar bo'ladi. Nimishqa bu menga kelib chiqdi, masalan, bu nimish oldi bilan chiqdi degan vaqtda bu mau 3 pulni bisib o'tdi. Bisib o'tgan vaqtda chiqish boshildi, chiqdi. Confirmation deymiz, bunu muqimlashtirdi, ondan keyin taqim chiqish muqarrar. Nimishqa mushakan tushib ketdi demak, men yoqda siziq bor. Bu siziq taqashgandan keyin tushish muqarrar. Mama shu siziqni chiqib ketamiz demak, bu bak zo'r resistance deymiz, buni biz asliq bisib turgan bir kuch. Unda bo'lsa, bu nega bormoqchi degan gap bor. Hamma narsani siziq orqali biz hal qila olamiz. Nimish chiqdi, nimish chiqmadi. Okay, unda bo'lsa agarda bu back bullish bo'lib ketsa nega bordi deganda $5. Bu lekin $5 qachon deganda biz uqmaymiz. Bu balkim 5 yil bo'lishi mumkin, balkim 10 yil bo'lishi mumkin. Bu bir stockni yoki bir paychakni biz faqat birlik angle deymiz. Bir nuqtadan turib tahlil qilmaymiz. O'xshamagan ang bullish holatda, ang bearish holatda, neutral holatda, shu xil holatda bir tahlil qilishimiz kerak-da. Chiqdi, tushdi, tushmaydi, chiqdi deganda o'tiradi. Shunga o'xshab bu $5 degan gap back chiqib ketsa 5 yildan 10 yilgacha taraf bo'lishi mumkin. Chunki mayoq ketgan vaqt 2018 dan 2020gacha 2 yil vaqt ketdi. Demak, shu darajada bu yerga vaqt ketish kerak. Bu tushib, ammo atrofga kelgan vaqtda bu aniq chiqish muqarrar. 2023. Lekin bu qachon keldi biz uni uqmaymiz. Bizdan uqdiramiz, agar bizdan uqdiramiz nima degan vaqtda agarda bu tushib mishak hilalisa, buning chiqishi consolidation yuqori chiqarib chiqishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Hech bo'lmaganda burun holatdagi mana shu cho'qqa chiqishi buni 1.50 chiqqan bo'lsa, shu chiqishi aniq muqarrar bo'ldi. Lekin buni qachon yuz berdi biz uni uqmaymiz. Endi hozirgi ahvol qarab baqsak, hozir texnik jihatdan aytganda okay, let's see. Nimishda yuz beradi. Demak, bu mashinaning ichida aylanadi. Bu demakchi degan vaqtda tussizlik turdi. Tussizlik kelgandan keyin bu ustiga qarab o'rlayadi. Bu nimani bildirdi degan vaqtda va miyoq kelgandan keyin miyada oldiga odam chiqladi. Oldiga odam misha kaslam olmaydi deb emasliklik. Ammo ustida sizlikni tuvallaydi deganda ustidagi odamlar, ustidagilar miyoq kaslam setib bordi. Miyoqdagilar miyad avag'allar, miyoq kasa setib o'tadi. Azroq siyontasimi. Miyadgilarma, miyad tuvanag'allarma miyoq kasa aniq setib o'tadi foyda uchun. O'xshash usulda demek satqıçlar köplayotdi. Bu bir bearish marketning tushishini bildirgan ahvol. Texnik jihatda. Lekin bu texnika cho'qim muqarrar 100% degan narsa yo'q. Texnikani buning fundamentals, buning asosiy har qachon zaman bisib o'tib ketalaydi. Ya'ni odat deymiz, fundamentals eat technicals for breakfast deymiz. Ya'ni technicalsni butunlay kontrol qilib turgan asosiy narsa, asosi nima deganda asosiylik, buning fundamentals deymiz. Demek biz nemi qaraymiz? Mana shu 0.54, 0.55 atrofida qaraymiz.
trader perspective deymiz. Yoki bo'lmasa agar ilib sotuvchilar nisbatan aytgan vaqtda qanday qildi u degan vaqtda endi qayta sizdim. Bu vaqtda olmaydi. Biz cho'qim chiqishini saqlashimiz kerak. Qanday chiqishini? Yoq chiqib, bu yoqdan buzib chiqishini. Ya ustiga, ya ostiga. Anandan keyin biz ilib kiramiz. Hozir biz buni qirmaymiz. Nima deganda app qo'ygan bilan bu ya ustiga ostiga yespas bo'lib, hozir faqat vaqt isrof qildi. Chunki biz hozir buni qirmaymiz. Ammo buning muhim yerlarini tutishimiz kerak. 0.40 0.15 0.15 tushsa sell test yo'q degil bo'lmaydi. 0.30 deydi. Okay. This is more practical. 0.35 0.55. Okay. Unda bo'lsa bizning kirmoqchi o'g'rimiz agar bu 0.35 tushsa biz olamiz. 0.55 tushsa buni elishning asos shakli o'xshashmaydi. Ya'ni agar 55 tushsa biz olamiz, lekin bu narsa sotamiz degan vaqtda biz mayoq sotib o'tamiz. Endi 0.100da necha bo'lsa 7 atrofida yoki 6 atrofida sotib o'tamiz. 75. Demak 20 pun degan gap. Bu 20 pun kichik bo'lgan bilan siz 100 olmay 1000 10 olsangiz buning farqi chiqadi. Hamda biz agar 0.35 chiqsa biz cho'qim olamiz, buni o'zimiz uzatib 5 yil 10 yil degandek. XRP-niki mana shunday. Buningki fundamentalsi men yaxshi uqmayman. Hamda mayoqdan qaragan vaqtda bu yerda biz ko'rganimiz buni avatgan odamniki volume deymiz, son ozlayotdi. Shunga buning ustiga chiqishi oz bo'ldi nisbatan. Mayoq qarsaqmi, bu ko'ksizlik ostida bo'lg'ashqa, bu yana bearish territoryda chiqib bo'lamidi, ammo o'tirdi. Agar mayoqqa tushib ketsa, biz aniq mishat olamiz. Tushmaymiz, hozir uqmaymiz. Faqat lekin technical perspective aytganda, yoki chiqdi yo tushdi demaymiz. Biz faqat mana 0.55 atrofiga tushsa olamiz yoki olmaymiz. Uni biz tushib ketsa, undan keyin qanday qilib strategiya o'tirib qo'ya olamiz. Okay, let's move on to the next one. Yan birisi H bar. Okay, 2018-2020 yili 0.1 sent kantoq, hozir 20 sent. Bu degan 2000% yuqori o'rildi degan gap hozir. Eng yuqoridan tushibdi. Demak, Dogecoin'da o'xshashtam degan gapda. Bu nima demakchi deganda, buni qarsak bu mayoqda eng yuqori vaqti. Yana bu bozor kirgan vaqt 2009-yili 40 tiyim bilan kiribdi, lekin tushib ketibdi. Demak, mayoqdan chiqib, misha turib qilishning sababi bor. Ondan keyin mayoqqa qarasak, bu texniklik asos qarasak, bu nima tushib ketdi deganda bizda double tap emas, bu head, bash, so'l mura, o'ng mura. Demak, tushishi sal muqarrarlik ega. Boshqa tahlil qilsak, bu tushishnaga bor deganda tushib shaklish kerak. Ondan keyin agar bu nad muqimish deganda mayoqdan kelib, bu dal mishatin tushib ketsa, buning past tushishi muqimlashidi. Agar bu yerdan o'rlab ketib qolsa, u boshqa gap. Yoki bo'lmasa, o'ng gavda tiniq to'liq emas, bu yerga tushib, mayoq bir chiqib, o'ng gavda bir shakllantirib, ondan keyin tushib ketish mumkin. Shunga bu faqat texnikalik, bay deganimizdek texnikalik 100% bo'lmaydi. Faqat biz paras. Agar biz buni haftalik qarab baqadan bo'lsa, haftalik yaxshiroq bilindi. Ustida uzun siziq bor, candle'larning ham setildi, demak, bu setish kerak. Hozir qanday qiladi deganda, hozir bu qaysi moving average bu? Moving average. Hozir bearish holatda. Mayoq kelganda avotidi, lekin misha tutib qola olamdi degan gap bor. Bizning kutilug'imiz nima deganda, bizning kutilug'imiz dal mushakkaga vaqtda 0.18 da tutib qilish kerak. Agar tutib qolamasa, ostiga tushishi muqarrarlik. Shunga biz bu tushmaydi demaymiz. Yani bizning ko'radiganimiz nima degan vaqtda, ammo bearish territory tushib bilglaydi, yana volume ozlayotdi. Unda bo'lgandan keyin bizga volume yoki bo'lmasa buni oldiga odam soni ko'plish kerak. Ondan keyin biz chiqdan tushlarni farqi qilmaymiz. Hozir siz aytganda bu faqat tushuklik. Bizning tajribamiz, bizningki technical bo'yicha. Yana bir asos nima bo'ldi deganda, yana birsi mayoqqa tushib, ikki double bottom shakllantiramdi.
yoki m shakllantiramdi degan gap. Agar bu m shakllantirsa, m degan gap xatni shakllantirsa, o chog'da bu tushishi ehtimolligi yuqori. Yana bir holatda bu qanday bo'ldi? Agar bu yerda qaytib keta olsa, ustiga chiqib anadgan tushdi. Anadgan o'sha holatda. Shunga albatta shkala tahlil qilishimiz kerak, lekin elib setish kerak bo'lsa, 1.18 da kirish kerak. Yoki 1.18 bilan 1.16 kirish kerak. Undan tuvan tushib qolsa, sal xatarlik qiladi. Yana birisi XLM US dollars. All right, XLM US dollars, let's see. Agar qaraydigan bo'lsak, bu 2017-18 yil eng yuqori bo'lsa chiqqani 90 tiyin, marketin bo'lsa 78 tiyin. Demak, bu yerda bir bisim shakllandi degan gap bir. Bu nimani tushuntirdi? Bu biz qachon kiramiz degan vaqtda agar bu tushib 0.1 kelgan vaqtda biz kiramiz. Ya kirsak bo'ladi deb yaxshiroq, faqat yaxshiroq deb ayta olamiz. Endi qisqa qarasak, qisqa holatda buni bosib chiqib ketalamdi. Demak, 0.10 bir atrofda. Shunga biz hozir buni kirmaymiz, ammo kelgusida bo'ldig'ini ehtimollik bu 3-4 oy, 4-5 oyning ichida bo'ldi emas, balki undan uzoq vaqt ichida bo'ldi. Nimishqa degan vaqtda biz burunqisiga qaraymiz. Burun tarix qarasak, tarixda qanday bo'libdi? 2018dan boshlab 2019ga tushibdi, hatto 2 yil tushibdi. Demak, bu yerda bir tushish jarayoni bo'lyapti. Mayda 2021-2022gacha 1 yil bo'ldi tushgili. Hamda manandan tuvan unda bo'lgandan agar damishadi kenigini ketalamdi degan gap yaqinman bosib chiqalamdi. Bosib chiqamsa asta tushdi, bosib chiqa olsa boshqa holatda tahlil qilamiz. Shunga biz hozir buni kirmaymiz. Degan biz degan yakilish kerak. Kelsa balkim kirishimiz mumkin. Yana birisi biz bilan tushamaymiz. Biz faqat texnik analiz qilamiz. Biz tushangan vaqtda anandan boshqacha kirishimiz mumkin. Ma'u bo'lsa Casper 2025 oyda 1.10dan 3 dollar kandoq, hozir 6 tiyin. 6 tiyin pek tushibdi deb kirib olib bo'lamdi. Bu nima tushdi degan bilishimiz kerak-da. Bunun tushishning sababi sol ba'zi 10 ga shakllanmaydi, ondan keyin tushib ketadi. Undan so'ng nega bordi? Bunun ayni vaqtda tushgan eng tuvan shaklligini biz ko'rishimiz kerak. Eng tuvan vaqti 2021 eng tuvan vaqti 5 sent 7 lidamdoq. Unda bo'lsa, yana tushish ehtimolli bormi? Balkim bor. Tug'madi. Undan tuvan tushib ketalamda, uni o'qimaymiz. Demak, bu bayaq ko'rganlarimizning ichida eng biz olishni xohlamaydigan holatdagisi. Chunki buning shakli yaxshi emas. Volume texmi yo'q. Yana birisi digit byte. Okay, digit byte, the highest peak occurred 2021 April. Ikkinchi qitimda, birinchi qitim qaraganda yuqori bo'libdi. Demak, bu bunda bo'lgandan keyin bu og'ir qanday bo'ldi deganda bu tushib yana mashunda qolatdi. Bir consolidation bo'ldi, xalqlar saltidan silib oldig'ini elib, yana asta-asta tuvan baho tushgan vaqtda xalqlar qayta elish qo'zg'ilib, andan keyin uzun muddat bir tussiz qolatmi, andan keyin ustiga chiqish ehtimolli bo'ldi-da. Mashunda bu tamomlandi. Tamomlanganda setish valti 0.5. Hozir qis bo'lsa chiqishmaydi. Mavu 1.5. Hisobda agar mavu 0.18 chiqqan bo'lsa, bu 1000% chiqdi degan gap yuqoriga. Shunga hozir qolat alamdoq, ammamdoq. Biz qimmatli vas elish qiramizki, lekin to'g'ri bo'lmagan vaqtda elishni biz xohlamaymiz. Biz chuqum muqimliq, biz signal deymiz, bizga bir signal qilish kerak, elishning signal qilish kerak. Ondan keyin biz olamiz. Bu bizning tahlilimiz faqat o'zimizniki qiyosiy hech kimning stokni yoki cryptocurrency elib sotinglar degan ma'ni bildirmaydi. Faqat elib sotganda ko'proq sizni texnik analiz asos qilinglar, shuningdek ko'proq o'zingizga foydali demakchi. Agar 0.7 tushib ketilsa,
biz agar o'sha kelsa biz xush bo'lamiz 0.86 lekin kilangamada uqmaymiz. Biz bularni uqmaymiz, faqat boshqalarniki taktibi bo'yicha buni tahlil qilyapmiz. Fundamental jihatda. Ammo biz qachon olmaymiz deganda, biz agar app qolsak, biz mayoqqa kelib, mayoqdan chiqib ketgan vaqt olamiz. O joyda qimmat qoldi-ku degan gap bor. Masalan, ekan. Mayli qimmat qolsa, mayli lekin biz mayoqda bu davomli tushamdi, chiqamdi biz uqmaymiz. Unda bo'lgandan lekin mayoqda biz chiqirg'ini uqirmiz. Unda bo'lgandan keyin qimmat olsaqmi bizga ziyon bo'lmaydi. Shuningdek, buni tushunish kerak. O'ynaganda bir strategiya bo'lish kerak. Yana bir jihatda mayda sol gavdasi bor, mayda o'ng gavdasi bor, yo'qmi? Agar chiqib qolsa, chiqib, onangni kim bir tushib ketish kerak. Okay, yana birisi VET. Men buni anglagan, lekin men o'ynab bakman. Cryptocurrency'ni asosan o'ynamadim. Men faqat cryptocurrency ishlab chiqaran shirkatlarni, qazdan shirkatlarni o'ynagan. Demek bu bir lower trend, bear market. Yukarıda aldığın iş qiziqida vaqtimiz nima deganda 0.122 0.125 atrofi balkim 0.125 atrofi buningga bir yaxshi kirish sharoitini hozirlaydi deb qaraymiz. Ammo meyaqdan bunda chiqib ketish mumkin. Chiqib, yani tushimdi yoki tushmamdi biz buni uqmaymiz. Meyaqda aytgan vaqtda tushim mumkin, lekin bozorda o'zgarish bo'lib qolsa, bozorniki umumiy ahvolda. Chunki bozorniki butun hozir indeksda tushishlik, unda bo'lgandan keyin buning tushish nisbati hozir yuqori. Ammo tasodifiy bozorda bir o'zgarish yuzlab qolsa, yaxshi xabarlar bo'lib qolsa, bu butunlay ham o'zgaradi. Shunga biz hozir buni olmaymiz. Oxirgisi Algo. Algo bugunning o'zida bu gap down. Demak, ikki qitim tuvanga sakrabdi bu. Bu yaxshi bir bishorat emas. Technical jihatdan aytgan vaqtda volume qarasanglarmi, buni olgan odamning qidim soni ozlab mangan. Demak, bu nima mushakkat to'xtab qoldi? Uning sababi bo'lish kerak. Uning sababi chunki burun mushada yinib ketgan. Shunaqa, ikki qitim 1-2-3 qitim yinib ketibdi. Bu yerda chiqamagan vaqt. Shunga mushat to'xtab qolganing sababi shu. Undan bo'lsa bu davomli chiqamda tushamda biz unuqmaymiz. Hozirgi buning qargan vaqtda qaranglar, nima shu chiqib to'xtab qoldi? Chunki bir şey setib o'tadi haqlar. Chunki masizlikning sababidan. Ammo bilmaydigan odam bo'lsa chiqdi va menga chiqdi deb saqlab qolib tutib turdi. Men payda oladimi? Men ilib payda chiqdi, lekin buni bilmasa, oxiri berib ziyon tortdi degan gap. Shunga burun qoldi o'xshash uzoq muddat tutib tursam bo'ldi degan gap yo'q. Uzoq muddat tutib turadiganlar bor, tutib turmaydiganlar bor. Shuni tepish kerak. Buni tepish jarayoni xuddi bir ovulga o'xshaydi. Xoliqallan berib anavasi, ma yaxshi shirkatga deb qilolmaydi. Shunga bunun bu naydi cıqnasını oxuş ketidi, ko'rish ketidi videolarni. Şuna bunu bir öz aldıqda kesib başqalar fuqunimizdek. Amma holatda qaragan bo'lsak, bu demak bunun tushishi sal ehtimolligi yuqori. Bu nega tushidi? Bunun tushishi ehtimolligi masharatga yana 0.5 alat tushish ehtimolligi sal yuqori bo'ldi buning. Ananiki müşyadin kendiga yana alamdı. Köpünç yanış. Çünkü technical jihatda aytganda buni yenish kerak. Mayaqda qarsak, MACD MACD M shakllantiribdi. Demak, M shakllantirgan vaqtda buning tushish ehtimoli yuqori bo'ldi. Mana astaqali o'rin bor. Demak, nemish qaranglar. Miya kelgan setib tutib haqlar. Nemishqa? Albatta, o'sha siz ishqisizlikning sababini setib o'tgan gap. Shuningdek, bizning 0.5. Okay. Asasen bizning tahlilimiz shu bo'ldi. Buni biz e'lonlar ammanlar demaymiz. Biz faqat bizning do'stimiz shular buni tahlil qilib qo'yapmiz. Lekin bu 5 yil, 10 yil bu holatda u joyda bu munosabatsiz bo'ldi asasen. 5 yil, 10 yil tutgandan nisbatan munosabatsiz bo'ldi. Yana birisi bu cryptocurrency'ni 100% portfolio hamma pulinglar shuni 10 ming dollar bo'lsa 10 ming dollarni shunga aytish kerak emas. Odatda 10% ishib ketsa 20% bo'lmasa uni chiqib olmaymiz. Chunki buni fluctuation deymiz, chiqib tushishi bak zo'r bo'ldi. Buni 50%, 40%, 60% yutirish bu normal ahvol. Lekin siz shuni chiday olasiz, psychological, ya'ni psixingiz shuni yetamdi degan gap bor.
Şu 60% düşüp ketgandan keyin 10 ming dollar qaldingiz, 6 ming dollar yo'qolib ketdi, 4 ming dollar qolganda yana bir ala olamsiz 10 ming dollar qo'shib. Ashna psixikangiz bormi, qo'rqmaydigan yoki bo'lmasa iqtisodingiz bormi degan gap bor. Shuningdek har qachon zaman qo'lingizda 50%ga qarab pul bo'lishi kerak. Hozir bozorda aytganda. Endi yana birisi eng oxiri biz kelganda Ford. Biz Fordni burun tahlil qilgan vaqtda 25 bayaqdan chiqqanda oldik, sotdik, tushdi. Shu yerda biz 16 dollar orasida kas tush olmasdik. Bu 16 dollarga keldi. Shu vaqtda tushgandan keyin biz yana bir qitim 16 dollar dedi. Naq 16 dollar tushdi bu. 15.88 tushibdi. Andan shundan keyin yandi. Shundaymi? Endi bu qanday qildi degan vaqtda buni biz hozir uqmaymiz. Bu yoqda yana 4% tushdi oldan qitim, shundaymi? Undan bundan keyin Fordniki chiqib tushishi biz olamiz, sotamiz. Uzoq muddatli tutganlar o ayrim gap. Cho'qim Fordniki siz qanchalik qazva, qanchalik amlik kuchi bor, qo'l naq pulashini bilishingiz kerak. Shuning asosida bir tahlil qilamiz. Tesla. Arqasi Google'ni biz aytgan vaqtda biz 2800 yaxshi baho dedik. Endi risk tushib ketsa 2600 tushdi dedik. 2600 tushib, undan da 2500 ala tushdi hattoki. Ashundan keyin mayaqda bir ikki o'xshash o'rinda, ya o'xshash levelda, o'xshash egizlikda shu yerdan qaytdi. Demak, bu double bottom deymiz. Tuvan tarafı 2 qitim shakllangan bo'lsa, ustiga chiqish muqarrarlik chiqdi, indikator o'ziga qarab tushdi. Demak, hozir biz buni o'qimaymiz. Yana bir qitim holatda asli buni sotib o'tish holati 2700 dollar. 100 dollar yoki bo'lmasa 200 dollar yoki 300 dollar zam tasangizmi, stokning qancha naqan bog'liq. Ba'zi sotib o'tish to'g'ri bo'ldi. Yana birisi odamni qo'rqitdi yer nima degan vaqtda tuvan bo'ldi. Endi mushiyadan tushib ketmaslik kerak. Agar yerdan tushib ketsa, bu xatlarga kirib qoldi. Endi bizning kutadiganimiz nima deganda bu tushsa 2570 atrofiga tushish, mana shu tushgandan keyin o'zini tutilib ustiga qarab harakat qilish kerak. Google demak 7-oyda 8-oyda andan keyin bir stokni 20 bo'ladi degan dedik. Shu vaqtda buni ba'zi tushish bo'ladi. Unda 5 daqiqa vaqtda chiqish bo'lishi mumkin, lekin cho'ng bozor bog'liq. Andan keyin ish bo'linib bo'lgandan keyin tushib bo'lib bir mazgilga chiqdi. Demak, Google'ninki kelgusidagi bozor, yani bularninki yaratgan qiymati ham cash, bularning tepatgan puli haqiqatan boshqalarga qaraganda yaxshi, ham muqim. Shunga buning target price 3600 dollar ekan. Okay, unda bo'lsa asosan tugdi. Biz boshqaning ilib sotishini tavsiya qilmaymiz hozirgi vaqtda. Agar ilib satsangiz cho'qim qo'lingizda 50% pul bo'lsin, ham bir strategiyangiz bo'lsin. Yana birisi biz tahlil qilgan vaqtda tahlil qildik. Biz buni sizlarga ko'rsatmadik, lekin o'zimiz trading qildik, o'zimiz ilib satdik. 3-5 bir oldik. 3-5 ilib tushib ketgandan keyin 3-5 oldik. Andan keyin 2-5 ham bir oldik. Ko'p qism holatda 30% oldik, 70% oldik. Andan keyin biz mayaqda chiqqanini satdik. Ammo bizningki yana bir Telda biz 4 dollar chiqdi deylik. Mana bu 2022 ayning 9 4 dollar chiqdi deylik. Naq bu 4 dollar chiqib tushib ketdi. Tushunami? Ammo biz bo'lsak faqatlam xatardan qutulish uchun foyda oldik, bo'ldi, tugdi. Jiq bulamda az bulamda foyda bo'lsa foyda degan foyda bo'ldi. Undan bo'lsa bugun mushagacha, ammo Alloh sog'-salomat bo'linglar. Bundan keyin video ishlayman, yana bizning vaqtimiz bog'liq. Aman bo'linglar.